obunachilarimizga assalomu alaykum. Bugungi kunimizda Islom guruh asoschisi Islom akamizni mashinalarni olib qoldik. Mashinamizga qilingan ishlar. Tak, birinchi o'rinda ruchka ustini qilib berganmiz. Ko'rsalaring bo'ladi. Keling. O'ziniki juda noqulay bo'ladi. Ya'ni yonboshga bosilib turib keyin ochiladi. Bu podsvetkalar bilan birga. Bitidagi korpusini yechib turib, oqqa septirib berib yuborganmiz. Ya'ni oq varianti yo'q ekan bu ruchkalarda. Qora variantda keladi, bitini yechib turib, bunaqa oqqa berib yubordik. Hali tayyor bo'lgani yo'q. Bunaqa holat bo'lmaydi. Biti yopilib ketadi. Oqqa qirog'ini o'zi yonib turadi. Yonib turgani hisobi ham, ya'ni kechqurun sizlarga bemalol ko'rinadi. Zinamizga kelgan bo'lsak, выдвижная порогani ustanov qilib berganmiz. Juda skromliysizlar. Ortiqcha unikilar yozuvi yo'q. Ishlashlari chotki. Kelib chiqishlari, odam ko'tarishi ham 100% akalar, garantiyasi bilan. Bemalol odam ko'taradi. Fitpada bor yo'qligi bilinmaydi ham. Ruchkamizda fishkasini ko'rsataman. Bu holat bo'ladi. Navoda akkumulyator o'tirib qolsa, o'rta nosozlik bo'lsa, o'zini zavodskiy ruchkasiga o'xshab ham ishlayveradi akalar. Ko'rsalaring bo'ladi. Ochishni bossalaring, xuddi lilarga o'xshab chiqib ham kelaveradi. Shunga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa akalar, bemalol mana shu pastdagi telefon raqamga murojaat qilasiz.